Hakimov Farruh Shokirjonovich 1990-yilda Farg'ona viloyati Farg'ona tumanida tug'ilgan. Joriy yilning 25-27 iyul kunlari Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan o'tkazilgan muhandislik yo'nalishi bo'yicha respublika tanlovida Farg'ona davlat texnika universitetining kimyo va kimyoviy texnologiya kafedrasi doktoranti Hakimov Farruh Shokirjonovich eng yaxshi loyiha amaliyotchilar kategoriyasida mahalliy xomashyolar asosida qayta zaryadlanuvchi batareyalar uchun elektrolitlar ishlab chiqarish loyihasi bilan ishtirok etib, innovatsion g'oya yetakchisi ko'krak nishonini qo'lga kiritdi. Ilmiy faoliyati 2017-yil magistraturada o'qishi davomida Koreya Respublikasining Konkuk universitetida aynan batareyalar yoqilg'i elementlari, quyosh batareyalariga elektrolitlar sintez qilish bo'yicha stajirovka o'tagan. 2018-yil ingliz tilida yozgan moylarning qovushqoqlik indeksini oshirish usulini yaratish mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasi ishi O'zbekiston Respublikasi miqyosida o'tkazilgan ko'rik tanlovining neft va gazni qayta ishlash, neft va gaz sanoatida kimyoviy texnologiya va ekologiya yo'nalishida eng yaxshi magistrlik dissertatsiyasi 2018 nominatsiyasi g'olibi deb topilib, O'zbekneftgaz milliy xolding kompaniyasining diplomi bilan taqdirlangan. 2009-yil O'zAdditiv deb nomlangan startap loyihasi O'zbekiston Respublikasining eng aktual 16 loyihalar qatorida tanlandi va sertifikatlar bilan taqdirlandi. 2020-yil Climate Launchpad O'zbekiston 2020 Hindiston-O'zbekiston hamkorligidagi xalqaro loyihada 3-o'rin sovrindoriga aylangan. Ushbu loyiha bo'yicha olgan bilimlari va xulosalari asosida hozirda atrof muhitga zarar keltirmaydigan ekologik toza, alternativ va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ishlab chiqish bo'yicha ilmiy faoliyatini davom ettirmoqda. 2022-yil Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy-tadqiqot institutida texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiyasini himoya qildi. Hozirda Farg'ona davlat texnika universitetining kimyo va kimyoviy texnologiya kafedrasi doktoranti. Loyihamiz bu qayta zaryadlanuvchi batareyalar uchun elektrolitlar ishlab chiqarish bo'yicha loyiha edi. Chet eldan olib kelinayotgan qayta zaryadlanuvchi batareyalarni tarkibiy qismlarini mahalliylashtirish bo'yicha, unda asosan bizni o'zim doktorlik ishim bo'yicha olib borganman. Unda elektrolitlar ishlab chiqarish bo'yicha edi, ya'ni organik elektrolitlar. Bunda asosiysi endi qolgan komponentlarini Xitoydan yoki boshqa bir davlatdan olib kelib bo'lsa ham tarkibida bitta komponentni mahalliylashtirish bo'lgan. Bo'yicha qilingan ilmiy ishlar natijalari bo'yicha prototip ishlab chiqqanmiz. Prototipimizda o'sha qayta zaryadlanish qobiliyati, uni energiya sig'imlarini o'lchaganmiz. U shu mahalliy hozirgi kunda ishlatilayotgan litiy-ion batareyalari hamda qo'rg'oshin kislotali batareyalarga raqobatdosh sifatida ko'rildi. Buni ishlab chiqarishda ham bizda akkumulyator zavodida sinovdan o'tkazdik. Kelajak batareyalar deb nomlanishi hozir bejizga emas, ko'plab maqolalar ham bu bo'yicha chop qildik. Universitetimizda mahalliy xomashyolar asosida batareyalar yig'ish ilmi bo'yicha shug'ul ilmiy ishlar yo'nalishlar ochganmiz. Bulardan biri shu elektrolitlar ishlab chiqarish. Ushbu ishlarimizni biz Farg'ona davlat texnika universiteti, Toshkent kimyo texnologiya universiteti, shuningdek Koreyaning Konkuk universiteti, Xitoyning Pekin texnologiya universitetida olib borganmiz. Rahmat. Rostdan ham hozirgi paytda o'sha butun dunyoda emas, hozir aynan Xitoy ancha rivojlanib ketdi sohada. Litiy-ion batareyadan natriy-ionga o'tyapti ular. Ularda reja ham bor, bu bo'yicha o'sha 30-yilgacha ishlab chiqarilayotgan elektromobillarni 30%ni natriy-ion batareykasiga o'tkazish. Siz bu savolim prototip oldingizmi? Prototip oldik. Bu sinov prototiplari o'sha tangasimon tipdagi prototip hisoblanadi. Buni o'sha analizator bor. Men Xitoyda o'sha stajirovka davomida sotib olib kelganman o'zim bilan. Hozir analiz qilyapmiz. O'sha
zaryadlash, qayta zaryadlash jarayonlarini amalga oshirish mumkin. Mana chuqur tipdagi batareya olganman, ya'ni Slavgor tipidagi bu sachilish imkoni bo'lgan, ya'ni o'sha tarkibiga turli elektrolit, katod, anodlarni qo'yib tajribani o'tkazish imkoni bo'lgan prototip. Bular bo'lsa tankasimon batareyalar hisoblanadi. Bularni Xitoyda yiqqanman. Men uni O'zbekistonda yig'dim. Xitoyda ishlab chiqarilgandan farqi nima bo'ladi? Ustuni bormi, tug'imiz bormi? Nima jihatda o'ziga xoslik ko'rinadi? O'ziga xosligi Xitoydan olib kelganimiz tarkibi bizga noma'lum. Uni nimaligini bilmaymiz. Hozir aytilgandek utilizatsiya muammosi bo'ladi. Batareya olingandan keyin uni yana qayta ishlatishning imkoni bo'lmaydi, tashlab yuborishga, atrofga, ekologiyaga zarar bo'ladi. Biz bilamiz, o'sha kimyoviy tarkibini bilamiz. Qayta zaryadlanib ishlatib bo'lingandan keyin o'sha umumiy quvvati 80% dan tushgandan keyin nimalar hosil bo'lishini bilamiz. Buni yana utilizatsiya qilib, yana chiqqan texnologiyani joriy qilish mumkin. Shu afzalligi shunda. Shuningdek, uni energetik quvvati ham o'sha litiy ionga teng chiqyapti. Taassurotim u yerdagi atmosfera, u yerdagi olimlarni fikrlashi, yurtimizning kelajagini ko'rdim deb ayta olaman. Chunki u yerda har xil yo'nalish bo'yicha o'sha energetika bor, kimiklar bor, o'sha qurilish, iqtisodchi, hamma o'zini ilmiy ishlarini olib borgan. U yerda o'zini yo'nalishi bo'yicha loyihalar topshirishgan, g'oyalar, ilm sohasi bo'lganimiz uchun har qanday ilmiy ish biz uchun qiziq. Ularda shu hamma o'sha tengdoshlarimiz, endi yoshlar ham bor, bizdan kattalar ham bor, ishlab chiqarishga kelgan xodimlar bor. Ular bilan ham ko'rishdik, hamma fikr almashdik. Bu ilm sohasiga boshlaganimiz 2006-yil o'sha neft gaz kollejiga kirganimdan boshlangan. U yerda o'sha ustozlarimiz bilan o'sha yerda ilmiy ishlarimizni boshlaganmiz. Farg'ona neft qatnashish zavodidagi o'sha chiqindilarni qayta ishlash bo'yicha o'shandan o'zi qiziqishim bor edi. Bakalavriat ishimda ham shu bo'yicha Beruniy stipendiyasini olganman. Ya'ni atmosferaga chiqayotgan chiqindi gazlarini qayta ishlash bo'yicha ilmiy ishlarimni olib borganman. Undan keyin magistraturada ham bu ishimni davom ettirib, o'sha chiqindilardan hamda bir ikkilamchi xomashyolardan prisatkalar olish bo'yicha ishlab chiqaman. Shu ingliz tilida yozgan dissertatsiyalar tanlovi bo'lgan. Shunda birinchi o'rinni olib, respublikada diplom bilan taqdirlanganmiz. Undan keyin PhD ishim bu himoya qilganman. Unda ham shu atmosfera havosiga chiqarayotgan chiqindi gazlarni qayta ishlovchi membranalar hamda prisatkalar ishlab chiqarish bo'yicha ishlaganmiz. Unda ham xuddi shu ishlarimiz bilan himoya qilganmiz. Endi hozir doktorlik dissertatsiya ishimda shu Farg'ona neft qatnashish zavodida ishlab yurgan paytimdagi chiqindi suvlarni bilardim. O'sha o'zim ABT qurilmasida ishlaganimda u yerda nasos qurilmalari bilan ko'p ishlardik. Nasos qurilmalarini o'sha remont qilganimizda juda sassiq hid chiqardi. Endi buni bilardim. Vodorod sulfid gazi bu atmosferaga, inson salomatligiga katta zararligini bilardim. Tuyib qo'ygan edim. Mana shuni ham kelajakda ilmiy ish qilib, shuni ham qayta ishlashga harakat qilaman deb. Shu doktorlik ishimda shu chiqindi suvidan shu katod materiali hamda elektrolit tarkibi sifatida foydalanishni ishlab chiqdim. Va hozirda shu doktorlik dissertatsiyamda shuni amaliyotga tatbiq qildim. Ustoz, siz bu hayotlar tasavvur qilish juda qiyin, chunki ular bizni yo'ldoshimiz, ular bizga yo'l ko'rsatadi. Har sohada ham ilmiy, ham odamiylik nuqtai nazaridan yo'l ko'rsatishadi. Ularda alohida aytadigan bo'lsam, o'sha maktab bosqichidan boshlasak, o'sha Farnoz Suvna matematika o'qituvchimiz, Munira opa bordilar ingliz tilidan va shu fizika Muqim opa fizikadan dars berganlar. Ular bizga shu maktabdan boshlashgan, shu ilmga qiziqishdi. Kollejda ham Barnot Tursunovna, Agniya Vasimna ustozlarimiz bo'lardilar. Qolaversa, mana institutga kirganimizdan keyin o'zimizni ilmiy rahbarlarimizdan Hamdam va Shohida Sherzodovna, o'zimning hozirgi DST ilmiy ishimni rahbarim hisoblanadi. U insondan ham juda ko'p ilm olganman, juda ko'p o'gitlarni olganman. PhD ishimda rahbarim Maksim Oyto'ra Siddiqovna, ular ham menga juda ilmiy rivojlanishimga juda katta hissa qo'shishgan. Xizmatlari uchun, ularga bergan o'gitlari uchun juda katta minnatdorchilik bildiraman. Kelajakda o'zimni tasavvur qilsam, misol katta bir ilmiy yo'nalishni akademik sifatida tasavvur qilaman-da. Men qayerda bunga havas qilganman? O'sha Koreya Respublikasida amaliyotda bo'lganman. U yerda o'sha batareyalar ishlab chiqarish laboratoriyasida ishlaganman. Ularda misol professor o'qituvchilari
o'zlarini shogirdlari bo'ladi, 20 ta 30 ta shogirdi bor. Endi ular batareyalar ilmi bo'yicha ilgarilab ketishgan. Ularda xuddi shunaqa tasavvur qilaman, o'sha har laboratoriyada talabalar to'la ishlagan shogirdlar bilan birgalikda shu yangi ishlanmalar ishlab chiqarishga joriy qilish, hozirgi mana qilayotgan ishimizni ham davom ettirib, misol faqatgina hozir elektrolitini hamda bitta katod materialini ishlab chiqqan bo'lsam, kelajakda qolgan komponentlarni ham mahalliylashtirib, uni ishlab chiqarishga joriy qilish, o'sha o'zimizda korxona ochib, o'sha zavodlarni tashkil qilish niyatimiz borda endi. Bakalavr bosqichini tamomlaganimdan so'ng magistraturaga yo'l olganman. Toshkent kimyo texnologiya institutida magistraturani o'qib, u yerda ikkinchi bosqichda 2017-yili Koreya Respublikasi professorlari kelishgan, biz bilan suhbat qilishib, u yerda grant bizga taklif qilishgan, shu bor amaliyotga ishtirok etish bo'yicha. Ularda amaliyot shunga rozi bo'lib borganmiz. Endi bunda asosan biz o'zimizni baholarimizga ahamiyat berishgan hamda suhbat qilishgan, ayniqsa o'sha IELTS sertifikati borligiga e'tibor berishgan. IELTSimiz bor edi. Shu paytda shu bizni tanlab olib borib, o'sha yerda bizga ilm berishgan Koreys professorlari. Hozirgi kunda o'zi hamkorlikni boshlaganmiz. 2024-yil sentyabr oyida Shimoliy Xitoy texnologiya universitetida bir oylik stajirovkada bo'lib keldim. U yerda xuddi shu yo'nalish bo'yicha ishlab chiqarishdan chiqqan professor bor. U bilan ishladik bir oy davomida. Shu bu yerdan olib borgan xom ashyolarimiz bilan u yerda batareyalar yig'dik va uni sinovdan o'tkazdik birgalikda. Endi kelajakda shu professor bilan, qolaversa o'sha Koreya universitetida o'qigan professorlar bilan hozirgacha aloqamiz bor. Ular bilan birgalikda ilmiy ishlarimizni yanada rivojlantirish bo'yicha ishlash niyatimiz bor. Munosabat yoshlarga juda katta. Ayniqsa shu prezidentimiz tomonidan hozirda ilgari surilayotgan yangi g'oyalar, tashabbuslar, mana o'zimiz universitetimizni rektori tomonidan ham talabalarga yaratilayotgan bunaqangi sharoitlar. Biz o'sha bakalavrda o'qiyotgan paytimiz bilan solishtirsak, hozir yer bilan osmoncha farq borda. Bizda endi o'sha eski reagentlar bilan endi laboratoriyalar o'tardik, hozir mana chiroyli zamonaviy laboratoriyalar keldi. Endi faqatgina o'qish kerak. Hozir talabalardan talab qilinayotgani o'qish kerak, o'rganish kerak, izlanish kerak. Mana ko'plab professor o'qituvchilarimiz bor, ilmiy daraja olgan. Ulardan kirib o'sha birgalikda ustoz shogird an'anasini davom ettirib, ulardan ilmlarni olib, endi kelajagimiz yoshlar qo'lida. Endi biz ham qo'ldan kelgancha o'zimizni bor bilimlarimizni berishga harakat qilyapmiz, ustozlik qilib. Endi niyatimiz kelajakda shu ilm ustiga qurish.